yaxshi maosh olishni tanlagan bo'lganimda Germaniya davlatini tanlagan bo'lardim. Bizda yaxshi ish o'rinlariga yuborish bilan shug'ullanadi. Soha yangida. Hamyurtlarimiz chet elga ketishidagi eng katta 3 ta xatolar nima deb o'ylaysiz? Birinchisi, juda ham qisqa vaqtda ishchi vizasi olishiga ishonishligi. Yaxshi bo'ldi bu savol berganingiz, chunki bugungi kunda juda ham ko'p hamyurtlarimizni qiynayotgan masalalardan bittasi bu keyingi avlod uchun o'rnak bo'ladi. Albatta. Ya'ni juda ham katta mas'uliyatli ishki, men o'z tabiatan mas'uliyatdan qochmayman. Isroilga borishda odamlarda qo'rquv bo'lyapti. Bu qo'rquvlar haqida sizning fikringiz qanaqa bo'ladi? Doimiy bizni faoliyatimizni monitoring qilib olib boruvchi migratsiya agentligi bor. Ikkinchidan, litsenziya olish uchun biz garantiya sifatida 1 milliard 648 million so'mni qo'yganmiz. Bizni xalqimiz spirtli ichimliklar ichmaydi. Kechki klublarga, tungi klublarga bormaydi. Ishni tez o'rganadi. Jarayonga tez moslashadi. Jamiyat bilan tilni tez o'rganamiz. Ishlab topgan pulimizni faqat oilaga jo'natadigan oilaparvar xalqmiz. Ularni mehnat shartnomalarida eng kam ish haqi belgilab berilgan $1500. Real gapiradigan bo'lsak, borgandagi ishchilarimiz bugungi kunda eng kam mutaxassis bo'lmasa, oz-moz qurilishdan xabari bo'lsa, eng kami uyiga har oy $2000 yuboryapti. Nega bizni fuqarolarni ishga olmayapsizlar? 1,5 oy bo'ldi. Agar olmasanglar, men sizlarni Yevropa ittifoqini migratsiyaga qaraydigan tashkilotlarga ustinglardan ariza yozaman deb bordim. Bizga $1800 beramiz deb aytdi-ku bu fuqarolarga. Aslida ular olishi kerak bo'lgan maosh $2945 ekan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Workmo xususiy bandlik agentligi rahbari Bahromjon aka bilan siz aziz hamyurtlarimiz tomonidan berilgan savollarga oydinlik kiritish maqsadida podkast tashkil qildik. Marhamat, boshladik. Bahromjon aka o'zingizni tanishtira olasizmi? Workmo xususiy bandlik agentligini rahbariman. Agentligimiz 2024-yil 31-yanvarda olgan litsenziyasi asosida faoliyat yuritib kelyapti. Agarda yosh bola, kichkina, masalan 10 yoshli bola oldingizga kelib turib, Workmo xususiy bandlik agentligi nima ish qiladi, nima bilan shug'ullanadi deganda, unga nima degan bo'lardingiz? Qiziq savol. Faoliyatimizdan kelib chiqib, o'sha bolaga aytishim mumkin bo'lgan yagona to'g'ri javob deb o'ylayman. Dadangni yoki onangni uzoq yurtlarga xavfsiz ishga jo'natib yuboradi Workmo xususiy bandlik agentligi deb aytgan bo'lardim. Eng to'g'ri savol va eng qiziqarlisi ham shu bo'ladi. Albatta. Amaliyotingizdagi qaysi vaziyat sizga bu ishingiz bilan bu ishingizni sevib bajarishingizga undaydi? Bu mana hozir biz hamyurtlarimizni xorijga vaqtincha mehnat migratsiyasi orqali ishga yuboramiz. Bu jarayon, bu soha shunisi bilan qiziqki, bu shu jarayonda qatnashayotgan 3 tomon. Ishga ketuvchi nomzod hamyurtimiz, bu ishni tashkil qilishda faoliyat ko'rsatayotgan o'rtachi kompaniya sifatida bizni Workmo xususiy bandlik agentligi va xorijdagi ish beruvchi. Uchala taraf uchun ham foydali, ishonchli ish. Ya'ni ishga ketgan xalqimiz, fuqarolar yuqori maosh olib, oilasini, ro'zg'orini tebratadi. Workmo xususiy bandlik agentligi bundan daromad oladi. Xorijdagi ish beruvchilar esa o'zbekistonlik yaxshi mutaxassislarni ishga jalb qilib, o'zini biznesini yuritadi. Shu uchun hammaga foydali bo'lgan sohaligi uchun ham davom ettiraman bu ishni. Hech bir faoliyatingiz davomida bu ishni tashlab ketishga sabab bo'lganmi yoki bu ishni davom ettirishingizga sabab qaysilari bo'lgan? Biror marta ham bu sohani tashlab ketaman degan narsa xayolimdan o'tmadi. Chunki bugungi kunda mamlakatimizdagi eng dolzarb masalalardan bittasi bu fuqarolarimizni bandligi, ish bilan ta'minlash, imkon darajasida yuqori maoshli ishlar bilan ta'minlash.
mana hukumatimiz ham bu sohaga oid juda ham ko'p tashabbuslar, tadbirlar, yangi qonunlar, qarorlar, farmonlar chiqarilyapti, yordam beryapti hukumatimiz sohani rivojlanishiga. Endi yangi sohada bu. Albatta. Xususiy bandlik agentligi fuqarolarimizni shaffof, xavfsiz, tartibli shaklda xorijda yaxshi ish o'rinlariga yuborish bilan shug'ullanadi. Soha yangida, yangi bo'lganligi uchun bugungi kunda shu sohaga tamal toshini qo'yayotgan, shu sohaga fundament qo'yayotgan kompaniyaning egalari, rahbarlari keyingi avlod uchun o'rnak bo'ladi. Albatta. Ya'ni juda ham katta mas'uliyatli ishki, men o'z tabiatan mas'uliyatdan qochmayman. Bugun to'g'ri ish qilsak, natijasi uzoq yillarga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Shuning uchun men bu sohani sevib, chin dildan ishlaganligim uchun biror marta ham tashlab ketish xayolimga ham kelmagan. Agarda Workmon xususiy bandlik agentligiga bu agentlikni yaratmaganingizda, tashkil qilmaganingizda, siz o'zingizni qaysi kasb egasi sifatida ko'ra olardingiz? Uzoq yillardan ishlab kelgan o'zim soham bor. Moliyaviy konsalting. Biz aniqa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan zavod, fabrikalarga xorijdan оборудованиялар olib kelish va ularni moliyalashtirishda xalqaro yoki xorijiy katta aniqa moliyaviy institutlardan fondlar jalb qilish, kreditlar jalb qilish bilan shug'ullanardik. Lekin bu soha meni o'ziga shunday jalb qildi, shunday ilk boshlagan kunimdan sevib qoldim desam bo'ladi. Hozirgi kungacha sevgingiz kuchaysa kuchayapti, lekin so'nmayapti. Endi bir internetda anaqa eshitgandim, agar bu undan oldin ham aytishgan bo'lishi mumkin, lekin Yuriy Nikulin degan nima bo'lgan? San'atkor bo'lgan. Albatta. Kino aktyor bo'lgan. O'sha odamning bir anaqasi bor, gapi bor. Inson qachon baxtli bo'ladi? Agar ertalab ishiga, kechqurun oilasiga shoshgan odam eng baxtli bo'ladi. Men ertalab ishimga shoshib kelaman. Lekin 6 dan qolmasdan uyimga ham shoshib ketaman. Shuning uchun baxtliman deya olaman. Bu uchun shu sohani ishimni sevganimdan dalolatda. Juda ham qiziqarli, juda ham foydali, juda ham mas'uliyatli soha. Cheksiz imkoniyatlarga ega. Imkoniyatlar cheksiz. Albatta. Hozirgi kundagi aholimiz, bizning hamyurtlarimiz chet elga ketishidagi eng katta 3 ta xatolar nima deb o'ylaysiz? Yaxshi bo'ldi bu savol berganingiz, chunki bugungi kunda juda ham ko'p hamyurtlarimizni qiynayotgan masalalardan bittasi. 3 ta katta xatoni aytib o'taman. Birinchisi yuqori maosh va'da qilinishiga ishonishligi. Yuqori maosh yo'q u yerlarda. Ikkinchisi juda ham qisqa vaqtda ishchi vizasi olishiga ishonishligi. Juda ham qiyin narsa. O'zini ma'lum bir etaplari bor, bosqichlari bor. Taxminan 4 oydan 1 yilgacha ketyapti. Qaysidir bir xorijiy davlatga ishchi viza olish. Lekin afsuski bizning hamyurtlarimiz bir haftada, 10 kunda, 1 oyda, 2 oyda vizangizni olib beramiz desa, shunga ishonib qolishyapti. Uchinchi katta xatosi bu sohani o'zi xorijga ishchi bo'lib ketishning 3 ta qonuniy yo'li bor. Bir, fuqaroni o'z imkonlaridan kelib chiqib, xorijdagi ish beruvchi bilan to'g'ridan to'g'ri kelishib ishga ketish. Tilini bilsa, hujjatini o'zi tushunsa. Ikkinchi to'g'ri yo'li bu Vazirlar Mahkamasi qoshida ochilgan migratsiya agentligi orqali ishga ketish. Uchinchi qonuniy yo'li bu migratsiya agentligidan viza litsenziya olib faoliyat ko'rsatayotgan xususiy bandlik agentliklari orqali ketish. Fuqarolarimizni uchinchi katta xatosi mana shu yo'llardan tashqarida faoliyat ko'rsatgan litsenziyaga ega bo'lmagan konsalting kompaniyalar, jismoniy shaxslar yoki shu sohada firibgarlik bilan shug'ullanayotgan o'rtachi tashkilotlarga va'dalariga ishonib, o'sha orqali xorijga ketmoqchi bo'layotganligi xato. Agar barcha marketingni olib tashlagan holatimizda hozirgi kunda O'zbekistondagi migratsiya agentliklari tomonidan tashkillashtirilgan xususiy bandlik agentliklarida asosan nima o'zgargan bo'lardi?
Xususiy bandlik agentliklari haqida to'g'ri savol berdingiz. Bugungi kunda mana litsenziyaga ega 40 ta xususiy bandlik agentligi bor. Bu soha uzoq yillar davlatga tegishli bo'lgan tashqi mehnat migratsiya agentligi orqali tashkillashtirilgan. Fuqarolarimizni, hamyurtlarimizni xorijga ishga yuborish. Lekin so'nggi paytlarda hukumatimiz tomonidan, muhtaram yurtboshimiz tomonidan oxirgi yillarda haqiqatan ham xususiy sektorga berilayotgan e'tibor juda ham katta va bu sohada ham xususiy sektorning roli katta bo'lishligini inobatga olib, hukumatimiz xususiy bandlik agentliklarini tashkil qilishiga ruxsat berildi. Bularni albatta ma'lum bir tartiblar, ma'lum bir talablar asosida litsenziya olamiz, lekin sohani biror bir sohani yaxshi yurib ketishi uchun har doim uni xususiy sektorning qo'liga berish kerak-da. Chunki xususiy sektor yangiliklarga, o'zgarishlarga tez moslashadi. Byurokratik to'siqlari kam. Albatta daromad olish maqsadida ochiladi har qanday xususiy tadbirkorlik subyekti. Daromad olish uchun barcha yangiliklarga rozi bo'ladi. Endi avval 2023-yilda oxirlarida bir nechta sanoqligina xususiy bandlik agentligi bo'lsa, xususiy bandlik agentliklarining sonini ko'payishini hukumatimiz qo'llab-quvvatlab yangi qonunlar, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, prezident farmonlari chiqdiki, xususiy bandlik agentligini ochish uchun talablarni ancha qisqartirishdi. Masalan, avvallari litsenziya olish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 8500 baravari miqdorida depozit qo'yib litsenziya olardik. Lekin hukumatimiz mana bu miqdorni 4000 baravariga tushirishdi. Bugungi kunda 1 milliard 648 million so'm depozit qilgan miqdorda pulni qo'yib litsenziya olish mumkin. Bu degani litsenziyali xususiy bandlik agentliklarining sonini keskin ortishiga olib keldi. Mana bugun 40 ta. Men o'ylayman, yaqin yillarda yuzlab xususiy bandlik agentliklariga chiqadi bu ko'rsatishlarimiz. Bu raqam. Inshaalloh nasib qilsa. Agarda hozirgi o'zingizning ishingiz bo'lmaganda, qaysi chet davlatiga ishga ketishni o'zingiz tanlagan bo'lardingiz? Agar men ish qidirayotgan bo'lsam va xorijga ketmoqchi bo'lsam, oldimda ikkita tanlash yo'li bo'ladi. Bir ko'proq maosh olish, ikkinchisi maosh juda ham katta bo'lmasa ham, lekin ish va madaniy hordiqni mujassamligi. Agar men ko'p maosh olmoqchi bo'lsam, albatta bugungi kunda sharoitdan kelib chiqib, men Isroil davlatida qurilish sohasiga borgan bo'lardim. Chunki yaxshi maosh olyapti borgan hamyurtlarimiz. Lekin ish va maroqli dam, mana yakshanba kunlari dam olish, hafta kunlari ishlash va yaxshi maosh olishni tanlagan bo'lganimda Germaniya davlatini tanlagan bo'lardim. Hozirgi kunda shu ikkita davlat eng jozibali mana shu ikkita davlat. Albatta Yevropaning boshqa davlatlarida ham yaxshi ish o'rinlari bor. Yaxshi maoshlar taklif qilishyapti. Chunki bugungi kunda Yevropa ittifoqiga 50 milliondan ko'p ishchi kuchiga ehtiyoji bor. Shuning uchun sharoitlar yaxshi, lekin men oldimda shu tanlov bo'lganda yo Germaniya maosh xohlasam Isroil, sal ozroq maosh, lekin go'zal hayot. Yaxshi bir hayot, bu Germaniyani tanlagan bo'lardim. Isroil mavzusini endi ochdik. Isroilga borishda odamlarda qo'rquv bo'lyapti. Bu qo'rquvlarga qanaqa yechimlar bor va bu qo'rquvlar haqida sizning fikringiz qanaqa bo'ladi? Juda ham anaqa nozik masala, lekin men bu masalaga oydinlik kiritishga harakat qilaman. O'zi o'sha Ko'rfaz, o'sha
G'azo sektori, o'sha hududlar tarixan doim diniy, siyosiy hududiy jihatdan ziddiyatlar markazi bo'lganda, u yerda doim anaqa mana shunaqa urush xavfi borligi yoki ma'lum bir periodlarda urushlar bo'lishligi va bu ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilganligi uchun ham xalq u yerda doimiy urush bo'lyapti va u yerdagi aholi qiyinchilikda yashayapti deb o'ylashadi, lekin unday emas. U yerda borib ishlayotgan odamlar ham yaxshi sharoitlarda ishlayapti, yaxshi maoshlar olyapti. Anaqa huquqiy, diniy, iqtisodiy erkinligi bor. Borib ishlayotganlar. Endi u yerdagi urush Isroil hukumati va Falastin hukumatining o'rtasida bo'layotgan urush, lekin biz o'ylagandek har doim, har kuni urush emas u yerda. Tinch joylari ham bor albatta. Men aytdim-ku, Isroilning kichik bir qismi va Falastinga o'sha chegaradosh hududlarda urushlar bo'lyapti. Bu vaqti bilan bo'lyapti, doimiy emas, lekin boshqa hududlarda bo'layotgan o'zgarishlar, kunlik hayot davom etyapti-da. Laboratoriyalar ishlaydi, tibbiyot ishlaydi, zavod, fabrikalar ishlaydi, qurilishlar bo'lyapti. Odamlar kunlik hayotini yashab yuribdi o'sha Isroildagi nimalar? Ishlarimiz va fuqarolar va ishchilar. Albatta. Oddiy so'z bilan tushuntirib bera olasizmi? Isroilda qonuniy rasmiylashtirilish degani nima? Ya'ni biz tomonidan ishga jo'natilayotgan fuqarolarimiz qonuniy va rasmiy ishlashyapti. Ularni oddiy so'z bilan tushuntirib bering. Isroil haqida ma'lumot berishga harakat qilaman, chunki bugungi kunda oxirgi 2 yilda xususiy bandliklar orqali Isroil davlatiga qurilish sohasiga ishga ketgan hamyurtlarimizni aksariyati, juda ham katta foizini Workmo xususiy bandlik agentligi jo'natdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana shu urush oqibatida Isroildan 282 ming arab millatiga mansub fuqarolar mamlakat hududidan deport qilingan. Chiqazib yubordi. Endi shu biroz oldin aytdim-ku, o'sha diniy, siyosiy, hududiy inqiroz, ziddiyatlar tufayli doim urush bo'lib kelgan u yerlarda. Endi 282 ming odam ketgandan keyin butun sektorlarda juda ham katta bo'shliq yuzaga kelgan. Bu qurilish, ishlab chiqarish, servis, elektrik, tibbiyot sohasi. O'sha bo'shliqni, o'sha bo'sh ish o'rinlarini to'ldirish uchun Isroil hukumati Hindiston, Shri Lanka, Moldaviya, Gruziya, O'zbekiston, Filippin, Xitoy kabi davlatlardan ishchilarni jalb qiladi. Bugungi kunda Isroil hukumati qaysi davlatdan qaysi sohaga ishchi olib kelishini belgilab berganda, bizda litsenziyaga ega bo'lmagan yoki jismoniy shaxslar ham reklama qilib yotishibdi. Shunga oydinlik kiritib ketishim kerak. Isroilga O'zbekistondan faqat 2 yo'nalishga ruxsat bor. Qurilish sohasiga va qariyalarni qarash uchun hamshiralar, ayollar ketadi. Boshqa zavod, fabrikalarda ishlash uchun olib ketamiz deb reklama qilishyapti. Olib ketish imkonsiz bugungi kunda. Chunki rasman Isroil hukumati O'zbekistondan qurilish va o'sha hamshiralikdan boshqa sohaga ruxsat bermagan. Albatta. Endi rasmiylashtirish deganda biza Workmo sifatida, Workmo xususiy bandlik agentligi faqat qurilish sohasiga ishchilarni yuboramiz.
rasmiylashtirish o'sha bizga kelgan bo'sh ish o'rinlariga odamlarga e'lon qilamiz, odamlarni yig'amiz, ishga bormoqchi bo'lganlarni ish beruvchini chaqiramiz, amaliy imtihon o'tkazamiz, imtihondan tanlab olinganlarni hujjatlarini yuboramiz. Bu jarayonlar 3 oy, 4 oy davom etadi и Isroil hukumatidan o'sha u yerdagi hamkorimizdan taklifnoma, vizalar, onlayn elektron vizalar keladi. Shu viza asosida hamyurtlarimizni ishga yuboramiz. Boya tepada aytib o'tganingizdek, men agar yaxshi daromad xohlaganimda Isroilga boraman dedingiz. Isroilda qancha daromad topish mumkin, agar sir bo'lmasa? Yo'q, sir emas bu. Bugungi kunda mana ularni mehnat shartnomalarida, biz bilan tuzayotgan shartnomalarda ishchilarga beradigan shartnomasida eng kam ish haqi belgilab berilgan. Bu 5600 Isroil shekeli pul birligi, shekel deyiladi. Bu bugungi kunda kursda $1500. Lekin bu endi berishi mumkin bo'lgan eng oz oylik. Lekin Isroildagi ish beruvchilar biladiki, bu oylikka bizni xalqimiz bormaydi. Real gapiradigan bo'lsak, borgandagi ish beruvchi ishchilarimiz bugungi kunda eng kam mutaxassis bo'lmasa, ozmoz qurilishdan xabari bo'lsa, zo'r usta bo'lmasa, prorab bo'lmasa, eng kami uyiga har oy $2000 yuboryapti. Endi $7000 yuborayotgan fuqarolarimiz bor. Bular sanoqli, lekin o'rtacha maosh $3500 uyiga har oy hamyurtlarimiz jo'natishyapti. Bu menimcha bugungi kunda yaxshi daromad, yaxshi maosh. Albatta, har bitta aholimiz uchun bugungi kundagi eng yaxshi daromad deb aytsa bo'ladi, chunki O'zbekiston hududida unaqa daromadga chiqish baribir qiyin. Keyingi savolimiz ishchilarning turar joyi va ovqatlanish sharoitlari qanaqa bo'ladi Isroil hududida? Biroz oldin aytdim, men Isroilni hukumatini Falastin bilan bo'layotgan urushi ularni ichkarida boshqa millatlar bilan, boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlariga ta'sir qilmadi. Men buni juda ehtiyotkorlik bilan boshladik biz ham ishlashni. Bizdan mana biz aholimizning aksariyati musulmon. Albatta. Islom dini qoidalari bo'yicha yashaymiz. Borganda diniy erkinligi qanday bo'ladi, halol ovqat qanday topsa bo'ladimi? Mana namoz o'qiydigan aksariyat fuqarolar namoz o'qiydi, diniy nimalarni, ahkomlarni bajarishadi. Yo'q, anaqa avvalo diniy qarashlariga juda ham tolerant mamlakat. Xalqimiz bemalol 5 mahal namozini o'qiyapti, ishdan anaqa bo'sh vaqt topib halol ovqat topish mumkin. Nima uchun Isroildagi ish beruvchilar anaqa ishchilarga bir mahal yoki 2 mahal yoki 3 mahal ovqat bilan ta'minlab bermaydi? Buni sababini biz bildik, boshidan gaplashdik. Bizga kelayotgan ishchini diniy e'tiqodidan kelib chiqib ovqat tanlashi har xil bo'ladi. Kimdir xristian diniga mansub, kimdir islom, kimdir buddist, kimdir vegetarian. Hamma har xil ovqat yeydi. Shuning uchun biz ovqat qilib bermaymiz, maoshlarni yaxshi qilamiz. Har bir fuqaroga, har bir ishchiga alohida idish-tovoq bilan ta'minlaydi, ro'zg'or buyumlari bilan. Hamma o'zi ma'qul deb topgan taomini pishirib yeydi. Endi yotoq joyi masalasiga kelsak, butun dunyoda ham bu shunaqa. Ish beruvchi yo maoshni katta beradi, boshqa sotsial paketlarni chegaralaydi. Albatta. Yoki qaysidir ish beruvchi maoshni sal kamroq beradi, boshqa paketlari bor. Masalan, maoshni ko'p beradi, ish soatlari kam bo'lishi mumkin, yotoq bilan ta'minlash mumkin, oziq-ovqat bilan ta'minlash mumkin, sug'urta bilan yoki bir yilda bir marta anaqaga otpuska deymiz-ku. Dam olishga. Dam olishni pulli
o'shani maosh to'lagan holda tashkil qilishi mumkin. Endi Isroilga keladigan bo'lsak, bu yerda yotoq bilan ta'minlaydigan ish beruvchilar bor. Ba'zilari yotoq joyini pulini ishchidan oladi, lekin bu viloyatidan viloyatiga qarab o'zgaradi. Qanchalik poytaxtga yaqin bo'lsa, yotoq joylari qimmat bo'ladi, taxminan 300-400 dollar bo'ladi oyiga. Chekkaroq hududlarda 200 dollargacha ham bo'ladi. Ba'zi ish beruvchilar umuman yotoq joyi uchun pul olmaydi. Yaxshi ekan. Xudo xolasa borib bir aylanib kelamiz ham. Keyingi savolimizni Workmall tomonidan ketgan fuqarolarimiz, hamyurtlarimizning Isroildagi birinchi kuni qanaqa o'tadi? Endi savolingizga kelsak, o'sha Isroilga borgan ishchilarimizni, endi bizning u yerda hamkorlarimiz ko'p. Bugungi kunda Workmall xususiy agentligini 70 dan ko'p hamkorlar bilan shartnomalari bor, ish beruvchilar bilan. Ish beruvchilarimiz aeroportni o'zida kutib oladi. Bizni hamyurtlarimizni. Ularni har biriga o'sha yerni mahalliy sim kartasini beradi telefonlari uchun. Ularni yotoq joylariga joylaydi va ilk xarajatlar uchun qo'liga shu 200-300 shekel atrofida pul berishadi. Va ertasi kuni sirasi ish boshlamaydi. Ish beruvchilar albatta bizni fuqarolarimizni o'zini anaqa texnik xavfsizlik qoidalari uchun o'qitishadi. Bir hafta 10 kun o'qitib, ana qilishadi, tayyorlashadi. Chunki juda ham qattiq qarashadi bu narsaga. Shu birinchi kuni shunaqa kutib olishadi. Birinchi o'rinda baribir xavfsizlik. Albatta, albatta. Bu narsadan xavotir olmasak bo'lar ekan unda. Keyinchalik mana bu hozirgi xalqimiz, hamyurtlarimiz orasida ko'p kuzatiladi. Boya aytib o'tganingizdek, soxta konsaltinglar yoki aldovchi konsaltinglar. Hamyurtlarimiz bizning qonuniy ishlashimizni qanday qilib tekshirib olsa bo'ladi? O'zi soha yangi dedik-ku, bu xususiy agentliklar. Bu soha yangi bo'lganligi uchun hali xalqimizni bu sohaga oid ma'lumotlari kam. Biz tanitilishimiz uchun, xalqimizga yetib borishimiz uchun xususiy bandlik agentliklar juda ham ko'p ishlar qilyapti. Mana bu yil bir nechta viloyatda mahalliy yarmarkalar qildik. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi o'zining ijtimoiy tarmoqlari orqali bir necha bor xususiy bandlik agentliklarini tanitib boryapti. Bir necha marta televideniyalarda ko'rsatuvlar tashkil qilindi. Lekin baribir aksariyat xalqimiz bu sohani oqni oq, qorani qora tanlash uchun bir necha yillar ketadi. U uchun hozirgi kunda o'sha xalqimizni ishonchiga kirib, ularni ba'zilarini soddaligidan, huquqiy savodi to'la emasligidan foydalanib ishontirishga harakat qilayotgan juda ham ko'p konsalting kompaniyalar bor, litsenziyaga ega bo'lmagan jismoniy shaxslar bor. Endi xususiy bandlik agentliklarini xalqimizga tanitish uchun davlatimizni shu gov.uz anaqada Telegram internet veb sahifasida olish mumkin yoki mana Google'ga kirib, Google qidiruv nimasiga kirib, xususiy bandlik agentliklar davlat reyestri deb berishsa, ro'yxat kelib chiqadi. 40 ta xususiy bandlik agentligini ro'yxati kelib chiqadi. Bu bir. Ikkinchisi har bir viloyatda migratsiya agentligini mahalliy bo'limlari bor. O'shalarga murojaat qilib bilsa bo'ladi. Endi undan tashqari xususiy bandlik agentliklarini assotsiatsiyasi bor. Mana shu assotsiatsiya bugungi kunda xususiy bandlik agentliklarini xalqqa tanitish uchun ko'p ishlar qilib boryapti. O'zining ijtimoiy tarmoqlari bor, boshqa bor. Endi bu oson bo'lmaydi, lekin xalqimiz bir kun shu xususiy bandlik agentliklarini tanigan kuni, to'liq bilgan kuni o'sha noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan yolg'onchi, firibgar insonlardan uzoqlashadi.
Nima uchun xususiy bandlik agentligi? Chunki litsenziya olayotganimizda migratsiya agentligining o'z talablari bor. O'sha talablaridan birida migratsiya agentligi litsenziya beruvchi tashkilot sifatida bizni faoliyatimizni to'liq kontrol qilib boradi, monitor qilib boradi. Shuning uchun konsaltingdan ko'ra bizga ishonishligi xalqimizni ikki jihatdan qo'riqlaydi. Bir, doimiy bizni faoliyatimizni monitoring qilib olib boruvchi migratsiya agentligi bor. Ikkinchidan, litsenziya olish uchun biz garantiya kafolat sifatida 1 milliard 648 million so'mni qo'yganmiz. Agar biror fuqaroni 5 ta 10 ta fuqaroni ishga yuboramiz deb aldasak yoki ishga haqiqatan ham vizasini, ishchi vizasini olib bersak, u o'sha va'da qilingan davlatga borgan paytda ish o'rni bo'lmasa, ish beruvchi kutib olmasa, ular ko'chada qolsa, shu payt migratsiya agentligi bizga murojaat qilib, bizga telefon qilib, bu ishlarni hal qilinglar deb o'tirmaydi-da. O'sha 1 milliard 648 million so'mlik mablag'dan bemalol borib, o'sha fuqarolarni olib kelib, ularning butun xarajatlarini qoplagandan keyin bizni litsenziyamizni vaqtincha to'xtatib qo'yishadi, toki biz o'sha xarajatni o'rniga qo'ymagunimiz. Ya'ni bizni shu kafolatlangan pulimiz fuqarolarimizni, hamyurtlarimizni aldanib qolgan holdagi xarajatlariga kafolat uchun belgilangan. Mana o'zimizda kuzatilayotgan, sanab o'tilgandek, aytib o'tilgandek, firibgarlik. Bu narsa chet elda ham kuzatiladi. Va bunaqa holatlarni siz yo'lni olish, ya'ni bunaqa holatga uchramaslik uchun nima qilasiz asosan? Biz hozir mana xususiy bandlik agentliklari assotsiatsiyasi testovoy rejimda bitta Telegram bot qilib ko'rdik. Stop Free bot deb nomlanadi. Bugun erta testovoy rejimdan o'tdi. Endi buni butun ommaga e'lon qilmoqchimiz. O'sha Telegram botda o'sha kuchukcha Stop Free bot qo'shib yoziladi lotincha. O'sha yerda xususiy bandlik agentligi ustidan shikoyat qilish mumkin. Ularni aldayotgan konsalting firmalar ustidan shikoyat qilish mumkin, aldanib qolgan fuqaromiz. Albatta, xususiy bandlik agentliklari assotsiatsiyasi bu narsalarga o'sha holatlarga yechim beradigan vakolatli organ hisoblanmaydi, lekin biz jarayonni o'rganishga harakat qilamiz va jarayonni o'rgangandan keyin haqiqatan ham holat juda ham yomon bo'lsa, o'sha fuqaro yillab aldanayotgan bo'lsa, katta summa bergan bo'lsa va konsalting yoki o'sha jismoniy shaxs hali ham pulni qaytarmasdan aldab yurgan bo'lsa, ishchi viza olib bermayotgan bo'lsa, fuqaroni o'zi huquq-tartibot organlariga murojaat qilgandan tashqari bizning assotsiatsiyamiz ham alohida o'sha holat bo'yicha huquq-tartibot organlariga, o'sha ichki ishlar xodimlariga, departamentga, lozim topilsa davlat xavfsizlik xizmatiga rasmiy murojaat qilib, shu fuqaro nomidan shu jarayonni oydinlatish uchun qarab turmaymiz. Yechimlari qanaqa bo'lishini albatta qonunga asosan huquq-tartibot organlari hal qilishadi, lekin biz ham shu fuqaroning yonida turib, shu aldashlarni, firiblarni kamayishiga harakat qilmoqchimiz. Bu bitta yechimimiz. Ikkinchi yechimi albatta o'sha migratsiya agentligi yoki xususiy bandlik agentliklarining o'zlarining Telegram ijtimoiy kanallarida, Instagram kanallari orqali aldanib qolmang. Quyidagi konsalting kompaniya, quyidagi shaxslar ko'p fuqarolarimiz aldayapti degan qora ro'yxatni shakllantirib berib boryapmiz. Endi to'xtamaydi bu narsa. Hamma narsa tekis bo'lmaydi. Doimiy muammolar kelib chiqadi. Chunki aldanishga moyil inson bo'ladi, aldashga moyil inson bo'ladi. Bu ikkitasi doim bir-birini topib oladi-da. Pul bor joyda baribir firib qoladi. Bo'lib turadi shunaqa. Hozirgi kungacha hech kim qila olmagan qaysidir ishni qilganmisiz? Masalan, xususiy bandlik agentliklari ochilmasidan oldin siz ishchilarimizga, fuqarolarimizga, hamyurtlarimizga litsenziyangiz bo'lmagan holatda rasmiy xavfsiz
ishimi yoki qanaqadir ham yo'nalish taklif qila olganmisiz? Yo'q, men bu sohani boshlaganim, shu litsenziya olganimdan keyin boshladim hamyurtlarimizni xorijga ishga yuborishga. Lekin avval o'zim Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'p marta bo'lganman. Birinchi marta borganimda yashaganman 1-2 yil. Keyin Yevropada, Turkiyada yashadik. O'sha yashab yurgan paytlarimda yaqin tanishlarimni, u paytda bunaqa xususiy agentligi 2 yillik-ku bu, men 10-15 yillik voqealarni aytyapman. O'sha paytlar shunday do'stlik, aka-ukachilikka asoslanib beminnat, bepul vizalarni chiqarib, o'sha Amerikaga, Turkiyaga, Yevropaga, Germaniyaga ishga yuborishga yordam qilganman. O'sha yerda menda ozgina bu sohaga qiziqish bo'lib bo'lardi. Buni qilsa bo'ladi-yu, lekin qonunan ruxsat yo'q edi. Keyin mana qonun ruxsat berdi, qonun bilan davlatimiz ishni boshladi. Endi hech kim qilmagan ishni qilganmiz degan savolingizga Workmore xususiy agentligida ishlayotgan paytimdagisini aytib o'tsam, biz Bolgariyaga bitta kompaniya bilan shartnoma tuzdik. U yerga albatta har doim ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashning imkoni bo'lmay qoladi-da. Chunki o'rtada recruiting kompaniyalar bo'ladi. Mana biz bu yerda O'zbekistonda hamyurtlarimizni topib, imtihonlarga jalb qilib, hujjatlar bilan shug'ullanib xorijga yuborishga qanday shug'ullansak, xorijdagi ish beruvchilarni va kvotalarini bizga yetkazadigan recruiting kompaniyalar bo'ladi. Albatta. Bolgariyada bitta recruiting kompaniya bilan ishladik. Ular 20 bitta ishchi kerak deyishdi. Quyosh paneli o'rnatish. Hech qanaqa mutaxassislik talab qilinmaydi, til talab qilinmaydi, sog'lom bo'lsa bo'ldi jismonan. 21 kishini jo'natishdan oldin so'radik, qancha maosh? 1800 AQSh dollari maosh beriladi deb aytishdi. Biz 1800 bo'lmay qolsa uyalib qolmaylik deb fuqarolarga 1500 AQSh dollari har oyga deb ish beruvchi va'da bergandan kamroq va'da berdik. Viza chiqdi, borishdi. Borishganda 1 oy o'tdi o'rtadan, 1,5 oy o'tdi. Ish beruvchi olmayapti bularni. Bular xafa, chunki bizdan xafa. Albatta. Biz xafa bo'lmasligi uchun o'rtadagi recruiting kompaniya bilan juda ham ko'p anaqa muzokaralar olib boryapmiz, ish yurmayapti. Lekin shu paytda o'sha fuqarolarimizni mehmonxona bilan, kuniga 3 mahal ovqat bilan ta'minlab turish uchun bu yoqdan tinmasdan mablag' berib turdik, chunki ularni u yerga yetib borishiga biz sababchi bo'ldik. Qarasam bo'lmaydi. Bilet oldim, to'g'ri uchib bordim Sofiyaga. Ish beruvchi kompaniyaning to'g'ri oldiga kirdim. Hurmatli hamkor, siz bilan bizni tanishmaganmiz shu paytgacha. Chunki o'rtada bitta recruiting kompaniya bor. Nega bizni fuqarolarni ishga olmayapsizlar? 1,5 oy bo'ldi. Agar olmasanglar, men sizlarni Yevropa ittifoqini shu odam savdosi bilan shug'ullanadigan va migratsiyaga qaraydigan tashkilotlarga ustinglardan ariza yozaman deb bordim. 1 kungacha bordim, 2 soat muzokara qilib qaytib kelishim kerak. Albatta. Men hayron qolganim, ish beruvchining xabari yo'q. O'zbeklar yoqqa borganiga 1,5 oy bo'lganiga. U bilmaydi hech narsa. Xabari yo'q. Chunki o'rtachi kompaniya haligacha bular kelganligini aytmagan. Nimaga? Bizga 1800 AQSh dollari beramiz deb aytdi-ku bu fuqarolarga. Da. Aslida ular olish kerak bo'lgan maosh 2945 dollar ekan. 1100 qatgadir ketyapti. Mana shuncha summani qanday qilib ish beruvchi bilan bizni fuqarodan olib qolishga aqli yetmasdan sxema o'ylab topishga harakat qilayotgan bo'lgan o'rtadagi kompaniya. Mani shashtimni ko'rdi, qo'rqitdi kompaniya. Hamma ushudagi fuqarolarimiz yig'dik bir joyga. Aytdani o'rtadagi kompaniyani ustidan ariza beradigan bo'ldik. Oxirgi ish beruvchi, ya'ni o'sha energetika bilan shug'ullanadigan kompaniya
hamma 21 ta fuqaromizni hammasini ishga o'sha kuni rasmiylashtirdi. Bugungi kunda ana yarim yil bo'lgan bo'lsa, shu fuqarolarimiz har oy $2945 kartasiga pul tushyapti. Mashallah. Bolgariyada. Endi hech kim qila olmagan ish demayman-ku, lekin kamdan kam odam qiladigan ishni qildik. Ya'ni to'liq summani va Bolgariya Yevro ittifoqining iqtisodiy jihatdan eng og'irrog'idagi davlatda. U yerda 600 yevrodan 1200 yevrogacha oylik bo'ladi. 1,5 yevro bo'lishi juda ham qiyin bo'lgan davlatda $2945 maosh olib berganimiz uchun men o'zimdan o'zim faxrlandim to'g'risi. Menimcha bu narsani bizlar может chet el davlatlarda bo'lgandir, lekin O'zbekiston hududida lekin hali bunaqa holat kuzatilmaganligi aniq. Bo'lishi mumkin endi. Ham qilgan bo'lish kerak bu ishni endi. Ochiq oyda bunaqa xarid tashqariga chiqmagan bo'lishi ham mumkin. Bilib bo'lmaydi, to'g'ri. Nega odamlar agentliklarga pul to'lashdan qo'rqadi? Va unga sabab nima deb o'ylaysiz? Chunki mana xususiy bandlik agentliklari haqida yana gapiryapmiz. Oxirgi 1-2 yilda anaqa qayta nima bo'ldi? Odamlarimizda, hamyurtlarimizda oldin bo'lgan bir ko'p voqealar bo'lgan. Konsaltinglar, jismoniy oxirgi 30 yilda shu sohada aldanib qolgan juda ham ko'pchilik bo'lgan. O'sha bilan assotsiatsiya qiladi hali ham, ya'ni pul bersam ololmay qolaman deb. Asli to'g'ri ham. Ana vizasi chiqmagungacha umuman pul to'lamaslik kerak fuqarolarimiz. Biz ham pul olmasligimiz kerak. Lekin tanganing ikkinchi tarafini ham ko'rishimiz kerak. To'g'risi, mana shu joyi eng muammo bo'layotgan narsalardan biri. Men ochiqlik kiritib ketishim kerak-da. Alhamdulillah, qarang. Yevropada, xorijiy davlatlarda o'zbekistonlik mutaxassislarga, ishchilarga bo'lgan talab katta. Buni bir nechta sabablari bor. Bir, bizning xalqimiz, ko'proq endi erkaklar haqida gapiryapmiz, spirtli ichimliklar ichmaydi. Albatta. Kechki klublarga, tungi klublarga bormaydi. Ishni tez o'rganadi. Jarayonga tez moslashadi. Jamiyat bilan assimilyatsiya bo'ladi, kirishib ketadi. Tez. Tilni tez o'rganamiz. Boshqa narsalarga vaqt sarflamaymiz-da, ishlab topgan pulimizni faqat oilaga jo'natadigan oilaparvar davlat xalqmiz. Va muhim yana bitta jihati, mana nima uchun Yevropa ittifoqi ko'proq mana Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Nepal kabi davlatlardan ishchi olishni yomon ko'rishadi, chunki bu millatlar Yevropaga borib umrbod qolib ketish niyatida boradi. U yerda qolib ketishadi bular. Qolib ketgan natijasida Yevropa xalqini sekin asta birga turmush qurishlari, boshqa birga yashash genofoni buzilib ketib, bundan qo'rqadi. Bizni xalqimiz oilaparvardir-ku. Albatta. Ma'lum bir yil ishlaydi, keyin qaytib kelamiz biz. Oilamiz bag'riga, ota-onamiz bag'riga, chunki farzandimizni uylaymiz, joylaymiz. Lekin bitta masala bor, hammasini yuvib ketadigan masala. Bu bizni fuqarolarimiz ish joyini tashlab qochaveradi. Boradi u davlatdan bu davlatga, bu davlatdan u davlatga, u ishxonadan bu ishxonaga qochib yurishaveradi. Yevropadagi ish beruvchilar allergiya bo'lib qolyapti o'zbeklarga, to'g'risi, og'isi kelmay qolgan ishga. Juda ham qiynalyapmiz. Endi bu borgandan keyingi muammo. Borguncha bo'lgan yana bitta muammomiz bor. Mana aytaylik, hozir Germaniyaga bizga 50 ta kvotamiz bor. Tomlarni yopishga ustalar kerak. 50 ta odamni biz tanlab oldik. Hujjatlarni boshladik. Ish beruvchi u hujjatlar bilan 3 oy 4 oy ishlaydi. Oxirida taklifnoma, chunki politsiyadan, migratsiya agentligidan, boshqalardan qilib, mehnat qilib, xarajat qilib, ruxsatnoma olib bizga jo'natadi. Ishchiga taklifnoma yuboradi shu vizaga kirish uchun. 50 ta odamga telefon qilasiz. Nima bo'ladi bilasizmi shunda?
20 tasi ketib bo'lgan bo'ladi boshqa joyga. Yo borgisi kelmay qoladi, yo boshqa davlatga ketib bo'lgan bo'ladi. Ish beruvchi oldida biz uyalamiz bir. Ish beruvchi shu 50 ta odamga ishonib buyurtma olib qo'ygan. Albatta. Biz o'yladik xususiy bandlik agentligi nima qilsak bo'ladi shu xalqni kuttirish uchun. Shu uchun biz bulardan ketishdan oldin ma'lum bir miqdorda avans to'lab olamiz. Nimaga? Agar mabodo voz kechib qolsang, bormayman deb qolsang, shu avans pulini biz ish beruvchiga yuboramiz o'sha xarajatlarga kompensatsiya qilish uchun. Sizga avans miqdor to'lab qo'ygan odam ketmasdan sizni ish beruvchingizdan keladigan taklifni kutib yashaydi. Albatta. Endi shu jarayonda sizning savolingiz pul berishdan qo'rqadi. Xususiy bandlik agentliklaridan tashqaridagilar yoki boshqalar, oldingilar, eskidan o'sha odamlardan olingan pullarni olib chiqarmagan ham chetga ishchi viza qilib Qaytarib ko'p olmagan. qolib qaytarib ham bermagan. Mana Workmall xususiy bandlik agentligi fuqarolar bilan tuzayotgan shartnomasida agar 8 oy davomida biz viza olib bera olmasak, bizga bergan avans miqdorini 100% qaytaramiz fuqaroga deb shartnoma tuzamiz. O'sha shartnomaga imzo qo'yadi fuqaro va biz. Shu kungacha hali biror marta shunaqa voqea bo'lmadiki, vizasi chiqmagan odam bo'lsa, pulini to'liq qaytarganmiz. Lekin rostdan ham o'zi borgisi kelmay qolgan fuqaroni o'ziga pulini qaytarmaganmiz shartnomaga ko'ra, u pulni olib ish beruvchiga berganmiz, chunki u mehnat qilgan. Albatta, uni ham yo'lda qilgan rasxodlari bo'ladi baribir. O'shani hisobiga qoplash. Shuning uchun bugungi kunda qo'rqmaslik masalasi endi fuqaro o'ylab ko'rish kerak. Mana oldindan to'lovni albatta katta miqdorda berishni tavsiya qilmayman. Lekin agar sabr qilib bepulga ham bo'lmaydi bu narsa, chunki hozirga aytgan masalalar bor. xalqimizga shunda kuchliroq sabr tilab qolamiz. Mayli. Sabr baribir sabrning tagi sariq oltinda bekorga yetishmagan. Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, qaysi xatarlar haqiqiy, qaysilari esa o'ylab topilgan O'zbekistondagi? Qaysi chet eldagilar? Xatolar? Xatar. Ha, xatarlar. Ya'ni O'zbekiston hududida ham chet elda. Masalan, chet elga ketgan insonlarni, masalan deylik, qiziq savol. Qaysi xatarlar o'ylab topilgan? Mana Rossiya Federatsiyasiga borib ishga borayotgan fuqarolarimiz bor. albatta. Biz Workmall bandlik agentligi sifatida Rossiyaga yubormaymiz ishchilarni. Biz o'z tanlab olganmiz, asosan Isroil, Janubiy Koreya, Germaniya, Xorvatiya, Slovakiya, Bolgariya davlatlariga ishga yuboramiz. Rossiya hukumatida Rossiyaga borgan fuqarolarimizni ma'lum bir holatlarda turli shartlar asosida Ukrainada bo'layotgan urushga jalb qilishi holatlari bo'lyapti degan xatar o'ylab topilmagan. Menimcha bu rost, chunki shunaqa holatlar kuzatilyapti. Haqiqatan ham fuqarolarni ma'lum bir shartlar asosida urushga jalb qilishyapti. Isroilga borganda urush bo'lsa, urushda jarohatlanishi, halok bo'lishi mumkin degan xatar yoki urushga jalb qilyapti degan xatar bor. Bular noto'g'ri. Chunki birinchidan u yerni o'zi agar qanaqadir harbiy harakatlar bo'lsa, xorijdan kelgan odamlarni unga jalb qilmaydi. Isroil hukumatı faqat o'zini maxsus askarlari bilan
qiladi. Keyin o'sha hozir aytgandek urush natijasida agar bomba tushsa yoki boshqa holat bo'lsa, odamlar bundan jabr ko'rishi mumkin degan xato haligacha birorta O'zbekistondan ketgan fuqaro, menimcha hozir bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 15 mingdan ko'proq o'zbekistonliklar Isroil hukumatida faoliyat ko'rsatishadi, ishlashadi. Chunki mana biror bir qo'shni davlatlardan Isroilga agar bomba otadigan bo'lsa deylik, raketalar uchiradigan bo'lsa, bu taxminan 15-20 minut yoki yarim soat vaqt bo'ladi yetib borish uchun. Birpasda sirenalar chaladi, odamlar ogohlantiriladi. Evakuatsiya qilinadi. Odamlar har bitta binoni tagida Isroilda 3 ta hududli 3 qavatdan iborat evakuatsiya qilinadigan anaqa joylar bor. Ya'ni xavf o'ta kuchli bo'lmagan paytda birinchi qavatga, xavf juda ham kuchli bo'lsa, o'rtacha bo'lsa ikkinchi qavatga, juda ham xavfli holatlarda uchinchi qavatga anaqa evakuatsiya qilinadi. Nima? Shuning uchun bugungi kunda hali birorta anaqa holat uchramadi. Shuning uchun bu mif. U yerda anaqa bo'lmadi. Menimcha shu. Eng to'g'ri va eng yaxshi savolga javob bo'ldi. Agar vakansiya, ya'ni chet davlatdan bizga berilgan vakansiya bekor qilinsa, bunday holatlarda nima qilinadi? Mijoz kutgan 6 oy davomida masalan. 6 oy kutgan. Endi qaranglar, mana bundan oldingi savolingizga yana qo'shimcha qilib ketmoqchiman. O'sha mifmi, xatarmi? Yevropa hududiga borib ish yoqmasa, boshqa ishlarga o'tib ketsam bo'ladi deyishyapti. Bu yaxshi emas. Bu mif yoki boshqa masala emas-ku, lekin bugungi kunda juda ham qattiqlashtirdi Yevropadagi davlatlar. Bitta davlatdan ikkinchi davlatga o'tishi yoki bitta ish beruvchidan ikkinchi ish beruvchiga o'tishi. Mana shu holatlarga biznikilar e'tibor berishligini iltimos qilardim. Ish beruvchiga ro'yxatdan o'tdimi, faqat shu ish beruvchida ishlash kerak. Shuning uchun anaqa. Ikkinchi savolingiz hozirgi qayta? Ikkinchi savolimiz, agar ish beruvchi tomonidan vakansiya bekor qilinsa, bu holat bo'lib turadi. Mana sizlarga yaqinda holatni aytib beraman. Workmall bilan kuzatilgan holatni aytib beraman. Boshqalardan misol keltirmay. Ish beruvchimiz bizga 40 ta kvota berdi. 40 ta kvota berdi. U kvotaga yarasha bizlar nomzodlar berdik. Nomzodlarning hujjatlarini qilishdi. 4 oy o'tdi. Taklifnomalar keldi. Vizaga kirish kerak bizni fuqarolarimiz. O'sha paytda ish beruvchi men olmayman 40 ta odamni dedi. Chunki men avval o'zbeklar bilan endi ishlashni boshlayman. Lekin bir nechta o'zbek bizda ishlayotgan edi. Shularga qiziqib men 40 ta kvota bergandim. Lekin shu davr mobaynida bu yerda ishlayotgan o'zbeklar menga muammo chiqarishdi. Muammoning sabablarini aytib o'tirmayman. Menga O'zbekistondan ishchi kerak emas deb rad qildi. Endi hamyurtlarimiz 5 oy kutishdi, 4,5 oy kutishgan. Bizdan natija kutishyapti. Ish beruvchi olmaydi. Bularga hozir bormaysizlar desa, bular xafa bo'ladi. Yechim qilish kerak. Juda ham qiyin bo'ldi bizga. Bularning hammasini vizasini oldirdik-da, boshqa davlatlardagi ish beruvchilarimizga iltimos qilib, shu mutaxassislikka bor kvotalarni bir amallab, qiynalib, muzokaralar qilib, bosh qotirgan holat. Ikkita xodimimiz borib kelib gaplashib yurib, juda qiyin ahvolda ayrimlarini Polshaga, bu Bolgariyaga qilingan, ayrimlarini Latviyaga, Litvaga, bir nechtasini Portugaliyaga ishga joyladik. Juda qiyin bo'ldi. Lekin bu har doim shunday muvaffaqiyatli bo'ladi degani emas. Ish beruvchi voz kechib qolishi asosan bizni o'zbekistonliklarni borib bu yerda qilgan muammolardan kelib chiqyapti.
Chunki shunchaki voz kechmaydi. Sababi Yevropa ittifoqida biroz oldin aytganimdek, bugungi kunda 50 million ishchi kuchiga ehtiyoji bor. Shunchaki kerak emas deb qo'ya olmaydi. O'ta uzrli sabab bo'lish kerak voz kechish uchun. O'sha sabablardan biri bo'lgani uchun bizdan voz kechishgan. Shunaqa. Keyingi savolimiz odamlarga firibgarlikka tushib qolmaslik uchun nimalarni qat'iyan taqiqlagan bo'lardingiz? Ya'ni tepada sanab o'tilgan narsalarni bitta takrorlab o'tsak. Gaplashib o'tdik. Demak, birinchidan Qisqa vaqtdagi vizaga aldanmaslik. qisqa vaqtda ishchi vizasini chiqarib berishga oid takliflar. Bundan tamomila voz kechishimiz kerak, xalqimiz ishonmaslik kerak. Ikkinchidan yuqori maosh. Mana Sharqiy Yevropa davlatlari 1300 yevro atrofida bo'lsa, ishonsa bo'ladi. Germaniya 2500-3000 yevro atrofida ishonsa bo'ladi. Isroil 2000-4000 dollar atrofida ishonsa bo'ladi. Lekin Turkiya 600-800 dollar atrofida ishonsa bo'ladi maoshga. Lekin ana 4000 dollar, 3000 dollar, 5000 dollar va'da qilayotgan bo'lsa Yevropada biz ko'p boramiz-ku, yaqinda ham keldik. O'sha yerning fuqarolari o'zi shuncha maosh olmayapti-da. Qanaqa qilib Boshqa davlat fuqarosiga bunaqa katta summa beradi. Uchinchisi o'sha anaqa ehtiyot bo'lishligi, shu xususiy bandlik agentliklariga ishonishsin. Albatta. Mana Workmallga Litsenziyasi murojaat bor. qilishsin. Bizni ustimizdan asosli hali birorta shikoyat tushmadi. Bundan faxrlanamiz. Shunaqa. Inshaalloh tushmasin. Biz ish faoliyatimizda davom etamiz. Workmall orqali hayotini butunlay o'zgartirgan shaxs yoki mijozimiz. Shunday mijoz bo'lganmi? Xorazmlik bitta fuqaromiz 40,000 AQSh dollari miqdorida qarzi borligini aytdi. Keldi. Yuqori maosh faqat Isroilda. Kim o'zini qo'ldan ham yaxshi ustachilik kelar ekan. Shuni yubordik. Bugungi kunda o'sha mijozimiz har oy oyiga 6000-7000 AQSh dollar yuboryapti. Lekin borgan kundan boshlab o'sha belgilangan soatlarda ustachilik qilgandan tashqari ish beruvchisidan ruxsat so'rab, kechqurun restoranda oshpazga yordamchilik qilib ishlashyapti ekan. Kelgan kunimdan beri dedi, hali biror marta dedi 5000 AQSh dollardan kam uyga pul jo'natmadim. Yaqinda otpuskaga kelibdi. Kelib bir oy oilasini olib faqat aylantiribdi. Xursandligidan O'zbekiston hamma joyda aylantirib, keyin ketishdan oldin keldi oldimizga. 3 kilo, 4 kilo Xorazm guruchini olib kelibdi-da. Men juda ham xursandman. Men qarzlarimdan qutulib, hayotim, tasavvur qiling, katta bir qarzdan qutulib, xursand bo'lib, oilasini, bola-chaqalarini aylantirib, otpuskada dam olib, bizga ham minnatdorchilik sifatida shu Xorazm guruchidan 4 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo olib kelibdi. Men o'ylayman, shu bunaqa misollarimiz ko'p, lekin mana shu misolimiz ham bitta anaqa. Eng katta anaqa. İşte bu xalqimizga nima deydi? Umid bera oladigan, hayot tubdan o'zgartirgan insonimiz haqida ma'lumot bo'ladi bu. Shunaqa. Xo'p, keyingi savolimiz siz duch kelgan eng kutilmagan mijoz. Hech qachon hayotingizda kutmagan mijozingiz. Unday demaylikda bitta kutilmagan, mas bunaqa bo'ldi. Do'stim menga telefon qildi-da, bizni qarindoshimiz, jiyanimiz dedi, Angliyaga bormoqchi ekan. Shunga sen maslahat bergin dedi. Odatda bizni Workmall bank filiallarimiz bor. Jami 50 ga yaqin xodimimiz bor. Men fuqarolar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamayman. Chunki bo'limlarimiz bor, xodimlar bor. Lekin o'sha mijozga yarim soat ichim ko'p bo'lsa ham yarim soatdan ko'p bilgan hamma narsamni tushuntirib berdim. Birinchidan Angliya mumkin emas bugungi kunda. Angliyaga ketish uchun ikkita yo'l bor, hozir tier 2, tier 5 deydi, bittasi mavsumiy, bittasi qurilish.
Qurilishga hech kim ketkizib olmayapti, pashta ketkizib olmaydi ham. Mavsumiy ishlarga, Angliyaga, mavsumiy qishloq xo'jaligiga bugungi kunda faqat va faqat migratsiya agentligini huquqi bor, chunki ish beruvchilar faqat shular bilan shartnoma tuzgan. Boshqa birorta xususiy bandlik agentligi, birorta konsalting, birorta shaxs hech kim jo'nata olmaydi. Bo'lib ham bu kelgan bola o'sha mijoz internetdan Stephensonmi degan odam ishga yuboramiz deyapti. Shunga $1700 to'lasangiz deb aytayapti. Men hamma narsasini tushuntirdim. Hamma ma'lumotni oldi, xursand bo'ldi. Ya'ni shunaqangi ma'lumotni bildi, ko'ngli to'q chiqib ketdi. Butun bir hayotiga arzigulik. Nima bo'ldi? Chiqib to'g'ri bankka borib 1700 to'labdi. Ana odamga. Keyin o'rtog'im telefon qildi menga. Oyni, senga men qarindoshimni yuboruvdim. Sen ma'lumot bermagan bo'lsang kerakki, $1700 to'lagan ekan. Endi u telefonni o'chiribdi, ana Stephenson dedi. Men yarim soat tushuntirgan narsamdan keyin o'sha fuqaroning hayoti, ana qarashi, fikrlashi o'zgarib ketadi deb o'ylagandim-da men. Kutilmagan mijoz bo'ldi. Shuncha tushuntirdim. Yolg'onligini, firibligini tushuntirsam, to'g'ri chiqib borib $1700 to'lab kuyibdi-da shunga. Hayron qolaman. Shunga hayron qoldim. Hozir hamma joyda nimalarda, uchrashuvlarda, choyxonalarda shuni aytib beraman. Liboy bitta odamga men aytgan yarim soatlik konsultatsiyadan keyin aldanishi mumkin emas edi-da. Yonida dadasi bilan kelgan. Ota bolaga tushuntirdim. Voy. Shunaqa kutilmagan vaziyatlar ham bo'lib turadi. Yarim soat vaqt. Aslida muvaffaqiyatsizlik bo'lishi mumkin bo'lgan, lekin aksincha g'alabaga aylangan vaziyatingiz. Asli muvaffaqiyatsiz bo'lishimiz mumkin bo'lib turib, g'alabaga erishgan. Qiziq voqea bo'ldi. Xorvatiyaga biz qurilish kompaniyasiga 13 ta odam yubordik. Ish beruvchi xafa bo'ldi. Bularni ishdan ketkazamiz deydi, bir oy ishlagandan keyin. Uchib bordim Zagrebga. Aniq ish beruvchi ketkazdiradi buni. Chunki xafa, ishchilar bilmayapti. Bordik. Birinchi xatoyimizni bildikki, Xorvatiyada ularga qurilishlarda apalubka deydimi? Ha. O'shanaqada sementga apalubka qilish kerak bo'lgan, ishchilar kerak bo'lgan bizga. Xorvat tilida bu plotnik deylar ekan. Ana. Biz plotnikni duradgor deb tushunib, mebel yasaydigan, akfa qiladigan, patolog qiladigan zo'r qo'liga ustalarni yuborganmiz. Bular apalubka qilmaganda. O'zimizni xatoyimizni keyin tushunib qoldik. Shu bitta tarjimadagi xato. Uni ham o'sha yerda bitta anaqa xorvatiyalikmi, ukrainalik prorab plotnik deb urgandan tushunib qoldim-da men. Aniq bildik, shu xato ketdi. Bular bilmayapti apalubkani. Keyin endi bu muvaffaqiyatsizlik uchraydi, ularni qaytarib yuboramiz deb turibdi-da. Keyin shu paytda asosiy muammo bizni bolalar ikkita guruhga bo'lgan. Bittasi 6 ta, bittasi 7 tasi ishlayapti, brigadiri bor. Hech ham hech narsani tushunmayapti deb ish beruvchilar, brigadirlar shikoyat qildi. Men hammasini yig'ib bitta suhbatlashdim. Bitta narsani sezib qoldim-da men. Men bu 6 talik hamyurtlarimiz ishlayotgan guruhda rus tilini biladigan hech kim yo'q ekan. Brigadir faqat rus tilini bilar ekan. Amalda tushunmayapti hech qaysi biri. Ha. Bu guruhdagilarning ichida o'sha rus tilini bilmaydiganlar ichida ingliz tilini biladigan bor ekan, bir nechtasi. Narigi guruhning brigadiri ingliz tilini biladi, rus tilini bilmaydi. Bu brigadir rus tilini biladi, ingliz tilini bilmaydi. Fuqarolarimizning bitta guruhi rus tilini bilmaydi, bittasi ingliz tilini bilmaydi. Shuni iltimos qildimda brigadirlarni shuni o'shida almashtirishni iltimos qildik. Shunga aqlimiz yetmagan, ularniki ham yetmagan. Shuni gaplashdi.
yechildi-yu. Keyin bir oy muhlat beradigan bo'ldi kompaniya. 15-avgustgacha kutamiz, ishni eplab ketadimi? Men bolalar bilan gaplashdim. Aytdiki, Bahrom aka, biz qanaqa ustalar edik? Bu apolopik ish narsa emas. Tushunmay yetuvdik. Shunga bir oyda bizga 15 kun ham yetadi. Bir oy zo'r muhlat. Bir oy shunaqa qattiq ishlashibdi, chunki endi vazifani tushunadi-ku. Ha. Undan oldin o'sha ish beruvchi brigadir sementni mana shu yerga tushiringlar degan. Bular sementni tushirishganda turishavergan. Hech nima qilishmaydi. Ha. Bular ish qilmayapti deb yozilgan. Bular o'ylashganki, sementni tushirgandan keyin keyingi vazifa keladi deb o'ylashgan. Ish beruvchi sementni tushirib qo'yib qaytinglar degan narsa bo'lgan. Shu tushunmovchilik bo'lganda til muammosi. Birisini tushunmasdan. Endi 15-avgust kuni keldi, kutib o'tiribman, bolalar bilan gaplashyapman. Bolalar qanday ishlayapsizlar? Qattiq ishlayapmiz. Obedimizni ham kam qilyapmiz ham, telefon ham ishlatmayapmiz, ba'zi sigaret chekadi, uni ham chekmayapmiz. Chunki sharoit zo'r, yotoq zo'r, maosh zo'rda. 15-avgustmi? Mana bugun noyabr tugayapti. Ish beruvchi hali hech narsa demadi. Men o'rtada keyin sentyabrda telefon qildim. Bolalar yoqmagan bo'lsa qaytarilib yo'q, juda zo'r. Mana shu muvaffaqiyatsizlikka uchrayib turgan joydan G'alabaga borib Zagrebga uchib bordim, shu situatsiya. Brigadirlarni almashtirdik. Plotnik so'zi, tudim mana shu bilan yechilib ketdi. Bundan keyin anaqalarda xudo xolasa plotnikni to'g'ri tarjima qilamiz. Ayni plotnik to'g'ri tarjima qilamiz. 3 yil ichida bozorni qanday ko'rasiz? Xo'p, Keyingi 3 yil ichida. O'zbekiston juda ham tez aholisi o'sib borayotgan davlat dunyoda. Yiliga 1 million aholi qo'shilib borilyapti. Va biroz oldin aytgandek, Yevropadagi boshqa davlatlarda yaxshi ishchi kuchi, odobli, tartibli ishchi kuchi, albatta ish joyidan qochishini hisobga olmasak, O'zbekistonni hurmat qilishadi. Bu bozor juda ham kengayadi. Bugungi kunda yuzlab ish beruvchilarning oqimi kelib yotibdi. Bizni xalqimiz ham boshqa bozorlarga ochilishga tayyor bo'ldi. Avvallari bilsanglar faqat Rossiyaga borishgan, Qozog'istonga borishgan. Bugungi kunda Yevropaning juda ham ko'p davlatlariga, arab davlatlariga, Yaponiya, Koreya, mana Isroil hammasiga borib, bizni xalqimiz borgandan keyin mahallasiga aytadi, biz Rossiyada yurgan ekanmiz. Boshqa joy ekan. Bu yerda inson huquqlari ancha yaxshi ekan. Yakshanba dam olar ekanmiz. Dam olgan kuni men shunday borib Italiyaga borib dam olib keldim. Bolgariyadan Polshaga o'tib keldim. Dengiz bo'yiga borib dam olib keldim. Boshqacha ekan, sivilizatsiya boshqacha ekan deb anaqa shu uchun Yevropaga bormoqchi bo'lgan xalqimiz ko'payaptimi? Bu degani shu jarayonni tartibga solish uchun ish beruvchi ko'p, ishga bormoqchi bo'lgan ko'p. Shu jarayonni yetkazib beruvchi xususiy bandlik agentliklari soni oshishi kutilyapti. Bu bizning nuqtai nazarimizdan. Lekin shu sohada juda ham ko'p hali tartibsizliklar bor. Sohani tartibga solish, shaffoflik, qonuniy tashkiliy tartibda jo'natish uchun hukumatimiz ham juda ham ko'p yangiliklar qilyapti. Moddiy ma'naviy yordam qilyapti, qonuniy asoslarni ustida ishlanyapti, yangi qonunlar chiqyapti, prezidentimizning farmonlari chiqyapti, Vazirlar Mahkamasining qarorlari chiqyapti, migratsiya agentligi tashabbuslar qilyapti, huquqbandlik agentligi assotsiatsiyalari tashabbus bilan chiqyapti, juda ham ko'p. Ya'ni soha juda ham rivojlanadi. Men o'ylayman, sog'lom raqobat bo'lib boradi, chunki huquqbandlik agentliklar ko'paygan sari xalqimizni ham tanlov qilish ehtimoli ko'paygan sari sohada sog'lom raqobat bo'lib, soha rivojlanadi. Avvallar oz oylikka rozi bo'lgan xalqimizni endi yuqori maoshli ishlarga yuborish ko'payadi va bu iloji bor narsaga aylanadi inshaalloh. Juda ham albatta. Agar ikkilanayotganlarga bir martalik imkoniyat bilan murojaat qila olsangiz, nima der edingiz? Eng yomon qaror qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, yomon qaror bo'lsa ham qarorsizlikdan yaxshi-da. Mana shu ikkilanayotganlar
bormagani ma'qul. Hech qayerga topshirmagani ma'qul. Chunki ikkilanayotgan boshda ham ikkilanadi. Hujjat jarayonida ham ikkilanadi. Borganda ham ikkilanadi. Har doim ikkilanib yashaydi. Ya'ni uning uchun oldin yaxshilab bozorni tahlil qilsin. Tahlil qilganda qaysi davlatga, qaysi sohaga bormoqchiligini qarorini olsin va u yerga qaysi kompaniya orqali bormoqchiligini qarorini qilsin-da, bo'ldi, ikkilanmasdan shuni kutsin. Chiqsa vizasi, borsin, ishlasin. Borgan joyida ham ishlasin. Borgan joyida ham 1300 yevro AQSh, 1300 yevro beramiz oylik degan bo'lsa, 1300 ga borib qo'shni kompaniyada 1310 yevro ekan desa, 10 yevro ko'p ekan, o'taymi, o'tmaymi? Umri oxirigacha ikkilanib o'tadi-da bu fuqaroni. Bu dunyoning qaysi millatidan bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun mana bir og'iz gapim, ikkilansa kirmasin, ikkilanmasa oxirigacha ushlab tursin. Bo'ldi. Bitta maqsad qo'yib, unga oxirigacha intilish kerak. O'shanaqa. Keyingi savolimiz Workmall yaqin 12 oy ichida qanaqa natijalarga erishish maqsadida? Bu yaxshi savol bo'ldi. Biz 2026-yilga juda ham katta rejalar bilan kuryapmiz, chunki 2024-2025 dagi tajribalarimizdan kelib chiqib, hamkorlarimiz soni oshganidan kelib chiqib, 2026-yilda biz hamyurtlarimizga Germaniyadan juda ham ko'p kvotalar taklif qilmoqchimiz. Isroildan juda ham yaxshi kvotalar taklif qilmoqchimiz. Janubiy Koreyadan juda ham ko'p kvotalar taklif qilmoqchimiz. Slovakiya, Xorvatiya, Bolgariyadan ham yaxshi kvotalar, ya'ni hech bo'lmasa bir 3000-4000 ta kvota taklif qilishni reja qilganmiz. Va ayni paytda Workmall Xususiy agentligi viloyatlarimizni juda ham ko'p hududlar, respublikamiz juda ham ko'p hududlarida o'z filiallarini ochib, faoliyatni kengaytirishni reja qilgan. Mana shu 2026-yilda hamyurtlarimizga yangiliklar bo'ladi. Inshaalloh hamma qilingan maqsadlarga erishamiz. Va keyingi savolimiz bizning xizmatlarimizdan foydalangan mijozlarimiz kelgusi hayotida sizni qanaqa eslab qolishini xohlagan bo'lardingiz? Endi hamyurtlarimiz Workmallni qanday eslab qolishligini xohlardim. Mana biz bir narsaga qattiq harakat qilamiz. Bu jarayonda muammolar bo'ladi albatta, muvaffaqiyatlar bilan birga. Fuqarolar xususiy bandlik agentliklari ustidan yoki konsalting xorijga boraman degan jismoniy shaxslar ustidan ariza berishadi huquq-tartibot organlariga. Asossiz bo'lsa, buni ahamiyati yo'q, lekin asosli ariza berishadi, haqiqatan ham aldanayotganligi. Workmall xususiy bandlik agentligining ustidan biror marta ham huquq-tartibot organlariga biror fuqaro asosli ariza tushmagan agentlik sifatida eslab qolishligini xohlardim. Chunki harakat qilyapmiz. Inshaalloh ishimiz bardavom bo'lsa, hech qanaqa muammolarga duch kelmaymiz. Va oxirgi savollarimiz, ya'ni blitz savollar. Bunga tez va lo'nda qilib javob berishingiz kerak. Ya'ni haqiqat yoki yolg'on. Milf haqida. Isroilda ishlash xavfli. Yolg'on. Isroildagi maoshlarni bo'rttirib aytishadi. Ya'ni 1,5 ming emas, 5 ming, 4 ming, 3 ming ko'paytirib aytishadi. Isroilning oyliklarini bo'rttirib aytishmaydi. Ya'ni to'g'ri. To'g'ri. Qonuniy rasmiylashtirish oylar davom etadi. 4 oydan 1 yilgacha ketishini hisobga olsak, qonuniy rasmiylashtirish uzoq vaqt davom etadi, to'g'ri. Tajribasiz ham ketish mumkin. To'g'ri. Agentliklar ishchilarning maoshini yarmini oladi. Noto'g'ri. U yerdagi ish beruvchilar juda qattiqqo'l. Noto'g'ri. Va oxirgisi, uzoqqa ketmoqchi lekin qo'rqayotgan odamga beriladigan eng to'g'ri maslahat. Bitta so'z bilan. Workmallga murojaat qilsin. Workmall bu ishonchli va xavfsiz. Workmall xavfsiz va ishonchli. Siz bilan suhbatimizni
shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Savollarimizga umid qilamizki, hamyurtlarimiz javob olishdi va bundan keyingi savollaringiz bo'lsa, albatta Workmall Telegram sahifalarida, Instagram sahifalarida, YouTube'da, Telegram platformalarimizda kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin va savollaringizni ham yozib qoldirsangiz, albatta biz sizga murojaat qilamiz. Workmall bilan qoling. Workmall ishonchli va xavfsiz. Sizga ham kattakon rahmat Bahrom aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Rahmat.